Salom hammaga. Bugungi videoyimda men sizlar bilan o'zimni bicheslik bloknotimga yasatgan skrapbukinglarimni obzor qilamiz. Bu yerda faqat bicheslik bloknotim bo'lgani bilan uni ichida faqat Sanrio'larni bezatganman. Ya'ni skrapbuking qilganman. Unday bo'lsa boshlaymiz. Bu anonimizda, ya'ni qizilga ataganman bu skrapbukingimizda. Keyin aslida bu o'xshamaganda, keyin boshqatdan men qilib chiqqanman. Ya'ni buni My Melody'ga Hello Kitty'ga qilganman. Keyingisida bu Kinamaroga qilganman. Ya'ni havorang rangiga ataganman. O'zimga juda ham yoqadi va yoqqan. Keyingisi ili bunga ham My Melody'ga, keyin Hello Kitty'ga yana rangimga qilganman. Bu ham o'zimga yoqadi va bu yerda o'zimga gul chizganman. Ili keyingisi bu Kuromi, ya'ni o'zim yaxshi ko'rgan anu. Bu yerda binafsha rangi ili Kuromiga qilganman, faqat va faqat Kuromiga, chunki o'zimga faqat Kuromi yoqadi. Keyingisi ham Kuromi, faqat qora rangda qilganman. Bu ham o'zimga yoqadi, ya'ni skrapbukinglarda Kuromini yaxshi ko'rganligim uchun bu betida 2 betga qilganman, ili bunga yana bir marta qilganman. Xullas tugadi. Ya'ni men kanalimni yaqinda ochib va yaqindan bo'lganligim uchun hozirchalik shugina. Hali keyingisi hali kashfiyotlarimiz oldinda, sizlar bilan bo'ladigan juda ham ko'p hali narsalarimiz bor. Sizlar obuna bo'linglar, like bosinglar, ya'ni kommentga yozinglar, men bilan bo'linglar. Xayr.